Oq yurakli bolakay. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir kichik qishloqda Oqil ismli mehribon, odobli, rostgo'y bir bolakay yashar ekan. Oqilning eng yaxshi odati u hech qachon yolg'on gapirmas, topgan har qanday narsani egasiga qaytarar. Halollikni hayotning eng katta boyligi deb bilardi. Bir kuni Oqil maktabgacha ta'lim bog'chasidan uyga qaytayotib, yo'lda porlab yotgan kichik oltin kalit ko'rib qolibdi. U kalitni qo'liga olibdi-da, o'ylab qolibdi. Bu kalit kimniki bo'ldi ekan? Agar men egasiga qaytarsam, albatta yaxshi ish qilgan bo'laman. Oqil kalitni olib bog'chaga qaytdi. Tarbiyachisi uni ko'rib so'radi. Oqiljon, qo'lingdagi nima? Yo'ldan topib oldim. Kimning yo'qotganini bilmayman. Egasi qaytsa, topolmay yurgandir deb o'yladim, dedi Oqil. Tarbiyachi Oqilning bu ishdan juda mamnun bo'ldi va kalit haqida e'lon berdi. Oradan bir vaqt o'tib, guruhdagi Madina ismli qizaloq chopib keldi. Ustoz, men yo'qotib qo'ygan edim o'sha kalitni. Onajonim menga sovg'a qilgan edi, dedi u ko'zlari chaqnab. Ustozi va Oqiljon tabassum bilan kalitni Madinaga uzatdi. Madina esa ulardan minnatdor bo'ldi. Rahmat Oqiljon, sen juda halol bo'lasan. Shu kuni tarbiyachi barcha bolalarni yoniga chaqirdi va dedi: Bolajonlar, halollik katta boylik, rostgo'ylik esa odamni yuksak qiladi. Oqilning bugungi ishi hammamizga ibrat bo'lsin. Shu bog'chadagi bolalarning barchasi Oqilga ergashib, doim rost gapirishga, birovning mulkiga ko'z olaytirmaslikka, topilgan narsani egasiga qaytarishga odatlanishdi. Shundan buyon qishloqda oq yurakli bolakay deb nom qoldirgan Oqilning halolligi haqida hamma maqtov bilan gapiradigan bo'ldi.